Xo'p, biz o'zimizning SAT o'rganayotgan o'quvchilar uchun O'zbekistondagi даже eng zo'r universitetlarni tekin variantlarini sizlar uchun obzor qilamiz. Let's go. Bu yoqda o'tmana 10 ta yoki 20 ta yoki 100 ta grant ham yo'q. U cheksiz. 1000 ta bola agar SAT o'zgartirsa bu videolarni. Da. Biz naborat shunaqa bolani qidiramiz. 1400 SAT'si bilan undan yuqori IELTS yetganib kelsin bemalol. Bitta sharti bor. Sharti bor. Har doim hamma narsaning sharti bo'ladi. Xo'p, umumiy ko'rsatkichi GPA 3 dan tushib ketishi kerak emas. Shu holdagina o'zi saqlab qoladi. Bilmadim boshqa universitetlarni, no. Tibbiyot bo'yicha bunday imtihonlar kerak emas. Etik stomatologiya yo'nalishimizda ham 100% grant bormi? Albatta. O'tgan safar yo'q deyishdi-ku menga. Stomatologiya yo'nalishida o'qiydigan bolalarimiz 3-kurs va undan yuqori bo'lgan kursdagilar уже ishlashni boshlashadi. Shuni stomatologiyaga o'zi necha yil o'qishadi? 5 yil o'qishadi. 5 yil. Manimcha bu xonani olmaganimiz yaxshi yo'q. Вообще. Aka o't morg. Siz ichi tashab ketishim. Xo'p, hozirgi videomizdan shu joygacha faqat stomatologiya va faqat meditsina bor deb o'ylab qolishadi. Давайте boshqa fakultetlar bo'yicha ham ko'raylik. Bizda Bloomberg laboratoriyasi bor, ya'ni bolalarimiz bo'lsa bozor bo'yicha shug'ullanishadi. Birjalar, pullar haqida o'tadi. Lekin demoda emas, universitet o'zi pul ajratgan, o'shani aylantirishadi. Demak, o'zlariga ham pul ishlasa bo'lishadi. Shu. Hozir bu titilga asosiy o'qish binomiz joylashgan bo'lsa, bu tarafda bizda dahshat-ey. Ha, gapiring. Вообще dahshat. Bu yerda odamlar ilm olishyapti. Sizlar boshlovchilik o'qishyapti. Nima ishlaysiz? Bu yoqda makliga boshqa. Yaxshi. Ular mana oshxonani ko'rsatishga babi kelyaptilar. Ular azoblayaptilar. Mentalni azoblayaptilar. Qaramayman. O'ziga yarasha. Ya'ni pul mukofotidan boshlab, mashina mukofotigacha bo'ladi. Prям. Fakultetlarimiz o'zaro musobaqalashganda bemalol o'tirib mana balet qilsa bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, mana qizlarimiz o'zi shug'ullanishni boshlashdi. Yo, вообще tekinde shuni to'g'rimi? Yo, jikakano Amerikan anaqalarni berar ekan, American schoollarni. Mashin bilan yuraylik. Chiqing unda uchirib. Bu bizning yotoqxonamiz, oshxonasi bo'ladi. Ya'ni har bitta qavatda xuddi shunaqa oshxona, ya'ni joylashgan. Bu universitetga kirgandan keyin soat 10:30dan 11-12 gacha tozalash ishlari olib boriladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bolalar darsga chiqib ketishadi, xodimlar kirib, hamma joy tozalab chiqib ketadi. Shekilli debman, deyman. Bular yomonsmi? Yo, olmang buni, voy. Turkiyada. Universitet ichida o'zi shahar quribsizlar-da. Da? Chetga, ya'ni chiqishga ham unaqa hojat yo'q. Shu. Давайте endi mana shu sharoitlar bilan, mana shu grantlar bilan bu universitetda o'qish qanaqaligini sizlarga ozgina ko'rsatib beramiz. Inshaalloh yaxshigina obzor bo'ladi. Agar kela olmaydigan o'quvchilarimiz bo'lsa, boshqa viloyatdan bo'lsa, uzoqdan bo'lsa, ular ham bahonada ko'rib olishadi. Assalomu alaykum everyone. Bugun biz O'zbekistondagi birinchi xususiy universitetga, hozirgi Central Asian University va former AKFA, ko'pchilik AKFA nomi bilan ham taniydi, shu universitetga keldik. Ushbu universitetni ko'pchilik May Musk yoki bo'lmasa Jordan Peterson yoki yana shunga o'xshagan spikerlarni chaqirib, mana shu hostlik qilgani bilan ham tanishadi. Shu universitetda nima uchun kelganimni hozir aytaman. Polni shu universitetni inshaalloh yaxshigina obzor qilamiz. Давайте. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismim Marifat Jamal, Marsif SAT akademiyasi asoschisiman. Biz bolalarni SATga tayyorlaymiz. Asosan bu universitetlarga ketishga, lekin O'zbekistonda ham, Toshkentda ham shunaqangi universitetlar borligini, eng asosiysi sizda grant imkoniyatlari borligini ko'rsatmoqchimiz ushbu video orqali. Ya, hurmatli assalomu alaykum. Men Aslam Bahodir, qabul bo'limimizga. Keling, ichkariga kirib, ma'lumotlarni hammasini to'liq ma'lumot qilamiz. Endi o'zimni yaxshiroq tanishtiradigan bo'lsam, men ismim Abduxoq Bahodir, qabul bo'limida, ya'ni 2 yil davomida ishlab kelaman. Ya'ni bo'lajak 11-sinf, 10-sinf abituriyentlarimiz universitetimizga kelishganda, ya'ni birinchi ma'lumotlarni bizning orqali olishadi. Va shu bo'yicha hozir yordam berib kelyapmiz. Tushunarli. Yaxshi, o'zi universitetingizda, masalan, sizlarning universitetda nechta fakultet bor? Qaysi yo'nalishga topshirmoqchi bo'lganlar kirsa bo'ladi? Umumiy oladigan bo'lsak, hozir universitetimizda 15 dan ortiq ya'ni yo'nalishlarimiz bor, lekin biz ularni katta, ya'ni maktablarga bo'lganmiz. Ya'ni bunga tibbiyot, stomatologiya, biznes, muhandislik va turizm sohalari kiradi. Ularning ichida yana alohida bo'lingan.
US sistemga o'xshaydi. US universitylarda ham imенно School of Mashi, College of Mashi, ya'ni universitetning ichida, ya'ni kichkina kollejchalarga, maktabchalarga bo'lingan fakultetlar bo'yicha. And that's very impressive. Tak, shunda bizda bo'ldi turizm bo'yicha, engineering bo'yicha, meditsina bo'yicha, yanachi stomatologiya va biznes yo'nalishlari bo'yicha. Tushunarli. Klassni 5 ta fakultet. Xo'p, shu 5 ta school dedingiz. Endi bularni qaysi birida imенно o'quvchilar grantga o'qisa bo'ladi? Xo'p, 5 ta school oladigan bo'lsak, ya'ni hozir tibbiyot yo'nalishimizda 100% grantda, ya'ni o'qishi mumkin. Aytaylik, stomatologiya yo'nalishimizda ham 100% grant. 100% grant bormi? Albatta. O'tgan safar yo'q deyishdi-ku menga. Menimcha adashgan bo'lsa kerak. Siz balkim SAT bilan kelgan bo'lishingiz ham mumkin, chunki sizda yaxshi SAT bor. Da. O'shanga. Chunki SAT tibbiyotga aloqasi yo'q, chunki matematika bilan ingliz tili ko'rsatkichi bo'ladigan bo'lsa, agar kimyo, biologiyani olmagan bo'lsangiz, bizda imtihon ham tibbiyotga faqatgina kimyo, biologiya va ingliz tilidan bo'ladi. Shuning uchun sizga yo'q deyishgan bo'lishingiz mumkin. Понятно. Demak, SAT bilan mazkur, lekin yana nima bilan bor? IELTS bilan, ya'ni kiradigan bo'lsangiz, qarang, IELTS 6,5 dan boshlab 7 va undan yuqorisiga bizada mana shu scholarshiplar berilgan, ya'ni 10% dan 20% gacha bo'lgan. Siz IELTS orqali olsangiz bo'ladi, undan tashqari kirish imtihoni orqali 25, 50, 100% gacha scholarship olsangiz bo'ladi. 100% scholarship endi ko'pchilikka baribir qiziq bilaman. Uni qanaqa qilsam? 100% ya'ni ikki xil yo'lda. Birinchisi qabul imtihonlari orqali olasiz. Ikkinchisi, ya'ni semestr davomida olsangiz bo'ladi. Semestr davomida aytaylik, hamma semestr yaxshi, a'lo baholarga yopadigan bo'lsangiz, o'shanga qarab, ya'ni chiqib boradi. Tushunarli. Ballaringizga qarab. Bu meditsina sohasi bo'yicha, ili hamma fakultet? Hamma fakultetda shu. Faqatgina ikkita yo'nalishimizdan tashqari. Ya'ni biznes maktabimizning ichida xalqaro biznes yo'nalishimiz bor, u yerda ikkita diplom beriladi. Dual bo'lgani uchun? Xuddi shunaqa. Da. Bu yerda turizmda ham xuddi shunaqa. Tushunarli. SAT ni o'zi bilan, IELTS ni o'zi bilan, masalan, ichki imtihonlarni topshirmasdan, unda qanaqa grant bersa bo'ladi? Xo'p, qarang, aytaylik, sizni IELTS 7,5 ko'rsatkichda bo'lsa va undan tashqari SAT 8,5. Taxminiy bo'lmi, siznikini hamma biladi. Xo'p, aytaylik, keyin SAT 1400 va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, siz biznes maktabining ichida xalqaro biznes fakultetidan tashqari hammasida 100% grant 4 yilga olasiz, o'qish oxirigacha. Wow. Faqat uni o'zining sharti bor. Men meditsinaga bu narsa apply qilmaydi deb o'ylagandim. Meditsinaga. That's great. Klassno, impressive. Давайте endi mana shu sharoitlar bilan, mana shu grantlar bilan bu universitetda o'qish qanaqaligini sizlarga ozgina ko'rsatib beramiz. Inshaalloh yaxshigina obzor bo'ladi. Agar kela olmaydigan o'quvchilarimiz bo'lsa, boshqa viloyatdan bo'lsa, uzoqdan bo'lsa, ular ham bahonada ko'rib olishadi. Let's go. Ko'rib turganingiz, hozir bu, ya'ni bizning tibbiyot yo'nalishimizga qilingan sharoitlar, bu yerda bizning birinchi kurs, ya'ni o'quvchilarimiz ikkinchi semestrdan boshlab o'zligisining birinchi muolaja bo'yicha, ya'ni o'zligisining nima deydi, izlanishlarini o'tkazishadi. Bu yerda simulятsion sentrimizda, ya'ni har xil manikellarimiz bor, ular odamlarning simptomini, ya'ni chiqarib beradi. Shu orqali ular birinchi tashxis qo'yishdan boshlab sekin o'rganib borishadi. The recoil, yes. Hozir ko'rib turibsiz. Mana studentlarimiz mashq qilib sekin o'zligi o'rganishadi har doim. Apparatimiz kompyuterga ulanadi. Hamma joylardan ko'rishingiz mumkin. Hamma tashxislarni, yurak urishlarini, defibrillatorgacha hammasini beradi. O'sha ko'rsangiz ham o'zi odamga o'xshagan. Silikonovik. Bular ulanadi, qo'yilayotgan tashxislarni, diagnozlarni hammasi ekranlarda chiqadi. Ko'rib turganingizdek, mana yurak urishlarigacha oxirigacha qo'ygan hammasi. Shu orqali birinchi, ya'ni o'zligisini amaliyotligisini o'tishadi shu yerda. Klassno. Bilmadim boshqa universitetlarda, no, tibbiyot bo'yicha bunday nima kerak yana? Nima? Yana ta'lim polni angliyskida. Xuddi shunaqa. Bizda yo'nalishdan qat'iy nazar hamma darslarimiz 100% ingliz tilida bo'ladi. Ya'ni bola ingliz tilini bilmasa bizga kirishga u vaqti yetmaydi, ya'ni tayyorlanishga sentyabrgacha. Undan oldin ya'ni tayyorlanib borish kerak. Hormanglar. Assalomu alaykum. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingiz bu jarrohlik xonasi, ya'ni bu yerda operatsiyadan keyin yoki aytaylik ochiq shikast yetgan bo'lsa, tikish bo'yicha, ya'ni o'zligisini
tajribasini oshirib borishadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bannerlarda ko'rsatib berilgan. Да. Понятно. Yuring, keyingi xonani ko'rsak. O, Bu meni stomatologlarning xonasi. Bu meni o'zim yoqtirgan fakultetimni xonasi, stomatologiya xonasi. Shunda meditsina bilan sizlarda stomatologiya alohida. Xuddi shunaqa. Ular alohida, ya'ni belgilangan, ajratilgan. Ko'pchilik ichida deb o'ylaydi stomatologiyani alohida qilinganligining sababi ham chunki tibbiyot bizda 6 yil bo'ladigan bo'lsa, stomatologiya bizda 5 yil. Понятно. Shu sababdan ular ajratilgan. Tillari ham alohida ekan. Va naryoqda hamma tishlar turibdi, olib qo'yganmiz. O, klassni bo'ldi. Tishlarga ketamiz. Bu yerda mana ya'ni jamoalarimizda hamma kerakli materiallar turibdi. Studentlarimiz bemalol olgan holda mana jag'lari almashadi. Istalgan, ya'ni jag'i qo'ygan holda muolaja yoki lecheniya ko'rsatish, birinchi yordamlarni hammasini shu yerda qilishadi. Bu sharoitlar hammasi studentlarga qilib berilgan. Bitta gruppada bizda 15 dan 20 tagacha bola o'qisa, bu xona hammaga yetadi. Ya'ni hech kim kutib Yo'q, bitta o'quvchiga, to есть 10 ta o'quvchiga bitta emas ekan, har bitta odamga alohida ekan. This is something to appreciate. Yes. Naryoqda dekanimizning joyi bo'ladi, ya'ni o'qituvchisini ular ulangan holda ekranda ko'rsatib, bolalar ko'rib, shuni orqasidan qaytarib borishadi. Klassno. Bular hammasi ishlaydi-da, rost ekan stomatologiyada bo'lganlari mana bu. Da. U oyoqda boshqariladi. Ha, Uni yoqish kerak, naryoqda pedali bo'ladi. O'sha pedalni bosadi, qo'lda bosmaydi. Mana qo'yilgan, ko'rasizmi? Mana shular hammasi ishlatiladi. O. Вообще. Классно. U yoqda darslar bo'lsa, bu yoqda amaliyot. Bu yerda amaliyot, ya'ni faqatgina manekenlarda bo'lsa, bu yerda уже odamlarda ham misol qilish mumkin. Chunki universitet rejasida bor, ya'ni ikkita katta klinika ochish faqat studentlar uchun. Ya'ni katta proyekt hozir bizning oldimizda turibdi. U yerda faqat studentlar ishlaydi. Demak, studentlaringizga ishga olasiz. Xuddi shunaqa. Ular praktikani ham o'sha yerda o'tashni boshlaydi. Va u yerda bizning reja bo'yicha hozircha xizmat ko'rsatish hammasi bepul bo'ladi, ya'ni servislargacha. Ha, tashqaridan kelgan odamlar uchun ham. Klassno. Shunga hozir mana shu oxirgi ya'ni modeldagi texnikalar hammasi qo'yilgan. Studentlarimiz to'liq holda ishlash. O'zi asosan bizda stomatologiya yo'nalishida o'qiydigan bolalarimiz 3-kurs va undan yuqori bo'lgan kursdagilar уже ishlashni boshlashadi. Shunda stomatologiyaga o'zi necha yil o'qishadi? 5 yil o'qishadi. 5 yil. 5 yil davom. 5 yil stomatologiyaga ham grant bor dedingiz-a? Stomatologiyaga ham grant. Stomatologiya fakulteti nimasi yaxshi? 5 yil o'qigandan keyin ular magistratura o'qisa shart emas, majburiy emas. Magistratura ham ichida-da. No, stomatologiya bu mana bitta yo'nalish. Tibbiyot bo'ladigan bo'lsa, ularga lekin kerak bo'ladi. Mana shu xonani olmaganimiz yaxshi yo'q. Вообще. Aka, o't morg. U yoqda o'zi murda turadimi rost ekan? Faqat o'zini определенный darsi bo'ladigan payt 2-3 kunga olib kelinadi. Bu yerda saqlaymiz bizlar. Mumkin emas saqlash. Qachon chochib ko'rganmisiz? Yo'q, endi men ochib ko'rmaganman. Menda hali unaqa imkoniyat bo'lmadi. Bo'lsa qo'ldan boy berayman. Xo'p, bu xona shunda bu xonamiz biologiya uchun mo'ljallangan laboratoriyamiz. Kimyo uchun ham bor. Men meditsina bo'yicha o'qiyotganlar ham? Da, meditsina bo'yicha o'qiyotganlar yoki stomatologiya bo'yicha o'qiyotganlar ham mana shu ya'ni jihozdan bemalol foydalansa bo'ladi. Yo'q, buni oldin to'kulash kerak. Bu oddiy emas. Yaxshi. Bu oddiy emas. Buni oldin. Nechta shunda? Bu hammaga yetadi-ku, to'g'rimi? Albatta. Aytaman, bitta guruhimizda bizda 15 dan 20 tagacha odam bo'ladi. Undan ko'p bo'lmaydi. Hammaga bemalol yetadi. Misol materiallarni hammasi shu yerda o'quvchilar o'zi bilan ishlasa olib kelish kerak emas. Hani esidan maktabda nima darsi bo'lardi, igna nimadir olib kelish kerak. Unaqa emas. Maktabda bu xona ochilmasdi. Bu xona lock и всё. Shu yerda hamma ya'ni kerakli materiallar joylashgan va bundan keyingi xonamizda o'ta skilada endi hamma narsa turadi. Shu yerdan olib bemalol ishlataverishadi. Masalan, o'quvchilarga endi baribir mediklar uchun, stomatologiya bo'yicha o'qiyotganlar uchun baribir anaqa kerak, praktika kerak. Haftada necha marta masalan praktika bo'ladi? Xo'p, qarang, ular haftada emas, ular 2-kursdan keyin 3, 4, 5, 6 universitetda bo'lmaydi. Ular praktikaga chiqib ketadi, bo'ldi shu. Praktika ham shu yerda bo'ladi. Yo'q, Akademiyada bo'ladi, davlat ya'ni shifoxonalarda bo'ladi, частныйlarda bo'ladi. Klassno. Ularni ya'ni praktika o'tashga, amaliyotga joyi уже tayin bo'ladi, chiqib ketadi. 3-4, 5-doz. Klass. Ular o'zi chiqib ketadi. Misol 5-6-kurslar bu yerda почти bo'lmaydi. Faqat midterm yoki final examen bo'ladigan paytda kelishadi. Qolgan payt bular kamdan kam bu yerda bo'ladi. Tushunarli. Shunda bu yo'li asosan 1-2-kurslar uchun. 1-2-kurslar uchun asosan. Start yana anaqa uchun pre-foundation kursimiz bor, ya'ni 1-kursgacha tayyorlaydigan. O'shalar ham chopib kelishadi.
Klassno. Chunki universitetda dars berish 60% amaliy, 40% faqat nazariy bo'lgan. Ya'ni yozib chizishingizdan ko'ra ko'proq bajarsangiz, o'shanda qo'lingiz ham kelishadi, yaxshi o'zingiz ham o'zlashtirib olasiz. To'g'ri. Ko'rganingiz yaxshi. Shunga. Вообще, this is something impressive. Xo'p, hozirgi videoyimizdan shu joygacha faqat stomatologiya va faqat meditsina bor deb o'ylab qolishadi. Давайте boshqa fakultetlar bo'yicha ham ko'raylik. Xo'p, qaranglar. Hozir bir minut shunda to'xtab tursanglar. Bu bizda birinchi qavatimiz asosan biznes yo'nalishiga mo'ljallangan. Shu sababli hozir ko'rib turganingizdek, bizda Bloomberg laboratoriyasi bor, ya'ni bolalarimiz bo'ldi, bozor bo'yicha shug'ullanishadi. Birjalar, pullar haqidagi o'tib. Har doim bu almashib turadi o'zi. Ya'ni narx-navo o'zgarganligi sababli. Shu yerda aytaylik darsdan bo'sh bo'lishgandan keyin kelib o'zigisini ustida shug'ullansa bo'ladi. Chunki gruppa ya'ni jamoa qilib ochilgan bitta o'qituvchi ularga kurator bo'ladi va shu asosida bu yerda shug'ullanishadi. Lekin demoda emas, universitet o'zi pul ajratgan, o'shani aylantirishadi. Demak, o'zlariga ham pul ishlasa bo'lishadi. Yaxshi. Let's go. Gabriel. Faqat masalan. Siz gapiring. Xo'p. Bitta hozir mana guruhda ko'rib turibsiz, ekranga qarasangiz bo'ldi ishlashyapti. Har doim ma'lumotni ko'rish kerak, shuning uchun 2 tadan 3 tadan ekran qo'yilgan. Ya'ni bozorda har daqiqada ya'ni almashganligi uchun narx-navo bu yerda ko'proq, ya'ni kam turgan, kuchaytirilgan qo'yilgan. Hammasini ko'rib bozor bo'yicha shug'ullanishiga. Tushirib, bola o'zigisi ovoz berib, qaysidir kinoga yozda soat 6 dan keyin shu yerda ko'rishadi. Treklar hammasi ishlaydi, traklarning hammasi shu yerda bemalol o'tirib kinoteatr qilib o'tkazadi vaqtligisini. Daryoda bizda kreativ zon joylashgan, ya'ni o'tda rasmga tushish, raqsga tushish, chalg'u asboblarini chalish va qo'shiq aytishgacha sharoit yaratilgan burchakda. Sizlar universitet ichida o'zi shahar quribsizlar, ham? Da? Chetga, ya'ni chiqishga ham unaqa hojat yo'q. Klassno. Har bitta xonaga shunaqa sharoit qilingan. Ya'ni konditsioner, kolonka, internet hamma narsasi bor. Aytgancha, bo'lajak studentlarimiz, abituriyentlarimiz mana xuddi shunaqa xonalarda imtihon topshirishadi. Kelishadi. Admissionni imtihoni ham shu yerda demak. Xuddi shunaqa. 29-martda, ya'ni taxminan soat 10 larda boshlansa, hamma shu yerga keladi. Registratsiya o'tganlar shu yerda topshirishadi. Ya'ni yozma tarzda bo'ladi. Kompyuterda topshirishmaydi. No, aytyapsiz, mana admission imtihoni deb turib, agar SAT IELTS bo'lsa shartmi? Yo'q, u qatnashmaydi. U to'g'ridan to'g'ri, ya'ni shartnomani oladi. Grant oladi. Yana bitta narsa, o'tman endi anaqa bular maza ekan deb o'rishyapti. SAT'ni o'zi bilan, IELTS'ni o'zi bilan grantga 4 yilni shunda o'qiydimi? 4 yil shunda o'qiydi. Faqat bitta sharti bor. Sharti bor. Har doim hamma narsaning sharti bo'ladi. Xo'p, umumiy ko'rsatkichi GPA 3 dan tushib ketish kerak emas. Shu holdagina ular saqlab qoladi. U grantni qulaylik tarafi birinchi galda ularning orasida raqobat yo'q. Ya'ni aytaylik bizda 10 ta yoki 20 ta bolaga SAT'li bolaga deb joy ajratilmagan. U cheksiz. Mana mana shu joyni mundoqling. Bu yoqda mana 10 ta yoki 20 ta yoki 100 ta grant ham yo'q. U cheksiz. 1000 ta bola agar SAT o'zgartirasiz bu videodan. Da. Chunki bizdan tiqilib yotib turmoqchi keladiganlar. Kelsa, 1400 SAT'si bilan undan yuqori IELTS 7.5 kelsa bemalol. Da. Biz navbatda shunaqa bolalarni qidiryapmiz. Chunki universitetda asosiy maqsadi nimaga biz ko'p 2-2 programmalar qilmaganmiz. Qilamizsa bemalol u narsani qilsa bo'ladi. Prosta bizning maqsadimiz o'zimizda olib qolish O'zbekistonda. Shuning uchun biz chetdagi narsalarni o'zimizga olib kelyapmiz. Chem bolalarni chetga chiqarib yuborgandan ko'ra. Ну да, вроде 1400 bilan IELTS 7.5 bilan potensialni уже potensiali bor bo'ladi. Qovursin. Hozir universitetimiz, ya'ni markaziga chiqdik. Hozir bu aytilgan asosiy o'qish binomiz joylashgan bo'lsa, bu tarafda bizda Ha, gapiring. Вообще dahshat. Bu yerda kutubxona joylashgan, sport zalimiz va yotoqxona joylashgan. Bu yerda odamlar ilm olishyapti. Sizlar boshlovchilik o'qishyapti. Hozir kutubxonaga keldik. Hozir men bunga ahamiyat berishingizni so'raydim. Qarang, bu yerda kutubxonamizda bunday joy qilingan. Ya'ni qish sezonida bolalar ortiqcha narsasi bilan kelsa, qo'yib, kiyimlarini ilib ichkariga kirib bemalol chiqib kitob o'qishiga. Ya'ni hammasi o'ylangan. Kutubxonaga yengil bo'lib kirishadi. Bu shunda coworking emas-da, to'g'rimi? Coworking naryoqda. Ha, gaplashsa bo'lmaydi bunda. Bizlarning kutubxonamiz. Ko'rib turganingizdek, har bitta ya'ni soha bo'yicha kitoblar bo'lib qo'yilgan. Meditsina, matematika, biznes, arxitektura bo'yicha, stomatologiya bitta bo'lingan. Kitoblarning hammasi o'sha Yevropa davlatlaridan, Angliyadan asosan olib kelingan. Cambridge, Oxfordga tegishli kitoblar. Bular как общий kitoblar emas ekanda, именно textbooklar. Da. Da, klassno. Corporate finance. Yaxshi. Business research methods.
shularga qarzga olsa ham bo'ladimi? Bo'ri o'qisa ham bo'ladimi? Kelib o'qisangiz bo'ladi. Olib ketsa bo'lmaydi. Yaxshi. Siz olib ketamiz. Yaxshi. Klass. Общий kitoblar bormi? Umumiy kitoblar. Hayotda ular. Qani bo'ladi-ku, Atomic Habits shu kitoblar. Uyga hayotda. Hammasi. Klass. Nari qo'ysak, bu bizda elektron kutubxonamiz bor. Bu tarafga o'tamiz. Mana networkni siz aytayotgan joy. Bu yerda baqirsa bo'ladi. Eshik yopaylik keyin. Gapirsa bo'ladimi? Da. Bo'ldimi, gapiramiz. Xo'p. Lev Tolstoy, tak. Bir tuzda siz boya so'ragan kitoblar, общий kitoblar joylashgan. Kelib bu yerda o'qib, yana gaplashsam bo'ladi. Ну, еще what is impressive here, bitta kitob bitta formada emas, то есть bitta kitob bitta seriyada emas. Tu shu 10 talab, 20 talab. Klass. Bu yerda nima? Kirsa bo'ladimi? Yo'q. Yaxshi. Вот ko'rasizmi bitta kitob 10 talabda. Shu klassni. Bu kitoblarga yana buyurtma berilgan. Yana 3 mingtadan oshiq kitob kelish kerak. Общий qancha kitob bor? 10 mingtadan oshiq. Keyin tarafga o'tsak, elektron kutubxonamizni ko'ramiz. Ya'ni studentlarimiz uchun qilingan, hammaning o'ziga do'stlik berilgan, kiradi, bemalol o'zini do'stligida ishlab, ya'ni o'zini akkauntida ishlab, bemalol chiqib ketaverishadi. Nima ishlaydi? Yo'qda. Makliga bosar. Yaxshi. Bir şey bor. Men Mindoro kompyuterga qo'ymagansizlar. Mindoro? Ha, Mindoro kompyuterga Endi talabalarga mos kompyuter qo'yilgan. Shu. Klass. Dona anaqalarni ko'rsatib qo'ying-da, ishlangan olmalarini. Bu yerda alohida xona qilingan, internet Zoom orqali uchrashuv bo'ladigan bo'lsa, shu yerga kirib, eshik yopilgan holda bemalol gaplashib olishadi. Tushunarli. Bu yerda любой payt kelsa bo'ladi. 24 ga 7 ishlaydi. 24 ga xohlagan payt kelib ishlayveradi. Kutubxona yopilmaydi. Ko'rib turganingiz bu chill zone, ya'ni studentlarimiz Students uchun. are chill. Ya. Ну да. Studentlarimizga ya'ni qilingan sharoit darsdan keyin yoki darsdan bo'sh bo'lgan paytlarga kelib, shu yerda madaniy hordiq olsa bo'ladi. Shu bilan birgalikda bu yerda stol o'yinlari ham bor, настольные игры. O'shalarni ham bemalol o'ynashadi darsdan keyin. Hozir mana bizning professorlarimiz bilan birgalikda o'zimizning studentlarimiz o'ynashyapti. Ya'ni cash flow o'yinini. Biladiganlar bo'lsa, ana biznes haqida bo'ladi. Rivojlantiradi, yaxshi o'yin. Ag'dar bo'ldi. Hozir qanaqa riskka ketishayotganini ko'rsin-da. Da. Ya'ni bu Xullas bizani hozir sizlar uchun bular hozir ro'za tutgan ekanlar. Mana oshxonani ko'rsatishga babi kelyaptilar. bizani azoblayaptilar. Mentalni azoblayaptilar. Qaramayman. Bu yerda kichkina supermarketimiz bor chap tarafda. Oh my god. Bu yerda ham kerakli hamma narsa. Birinchi qavatimizda hozir bu yerda xususiy, ya'ni firmalarga Bu berilgan. торговый centrmi? Da, shunaqasi ham bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek bizda joylashgan xususiylar naryoqda maruzin sotishadi va KFC hamma biladigan. Ko'rsating, bitta men azoblantiraman, ko'rsating. Hamma azoblansin, давайте. Bo'ldi. Naryoqda nima bo'lyapti? Ha, ro'zaga tayyorlanishyapti bolalar. Ovqatga, iftorlikka. Biz ham qachon ro'zamiz deb keting. Borib ketamiz, o'chir. Bo'ldi. Bu yerda bizning talabalarimiz iftorlikka tayyorlanishayotgan ekan. Ovqatyom? Buni ham olib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Da. Buni ham oling-da, takol. Xo'p, как раз shunaqa problemasi borligi bizda mana bunaqa ko'rib turganingiz sport maydonlari qilingan, ya'ni futbol, basketbol, voleybol va kota tennis uchun qilingan va universitetimizda fakultetlar orasida va xoldinglar orasida musobaqa o'tkaziladi futbol bo'yicha. Prizlari ham o'ziga yarasha. Ya'ni pul mukofotidan boshlab mashina mukofotigacha bo'ladi. Прям. Da, futbol xuddi rostakamli ligada ketadi, chunki narida tabloimiz bor. Hamma, ya'ni belgilar
gollar sonlari, vaqtlar hammasi o'sha tabloda ko'rinib turadi. Hozir shunaqa ketyapmiz? Hozir jismoniy, ya'ni chiniqish bo'yicha ketyapmiz. Hozir как раз razogrev bo'ldi. Yurdik ancha aylanib. Hozir kirib zalga bemalol kachata uramiz. Havo lekin addushi zo'r bo'ldi bir ko'p. Formalardan kiyib bemalol yursin. Da. Yuraylik, hozir ham 10 tarafga kiramiz ichkariga. Aha. Bitta studentlarga ko'rsatib chiqaylik, chunki qiziq bo'lishi mumkin kimgadir. Xo'p, bu bizning sport holimiz studentlarimiz uchun birinchi qavatda stol tennis bilan shaxmatga mo'ljallangan. Bu bizda reception, bu yerda Albina opa degan opa ishlaydi. Assalomu alaykum. Siz charchamayapsizmi? Shunaqa. Bu yerda studentlarimizni hammasini, ya'ni natijalari sport bo'yicha bo'lgan. Da. Sportlar o'tkazilganda shu yerda e'lonlar beriladi. Ya'ni nafaqat jismoniy sportlar bo'yicha, ya'ni kibersport bo'yicha ham bizda musobaqalar bo'lib turadi orada. PUBG'chilar bo'ladigan bo'lsa, bizda har sezonda bo'ladi. Jamoa bo'lib o'ynashadi. Ehtiyot bo'ling. Turib ketasiz. Qarang, shu kechda hozir ikkinchi Bunda tartib aksiz ketish kerak. bo'ladi. Bunda aksiz bo'ladi. O'tni ko'rsang, mana. Sport majmuamizni ikkinchi qavatidamiz. Bu yerda ko'rib turganingiz yopiq, ya'ni voleybol, basketbol uchun va mini futbol uchun joy sharoit qilingan. Ya'ni bemalol fakultetlarimiz o'zaro musobaqalashganda bemalol o'tirib mana balet qilsa bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, mana qizlarimiz o'zi shug'ullanishni boshlashdi. Yo, вообще tekin-da, shuni to'g'rimi? Любой payt kelsa. Вообще tekin. Klass. Faqat shanba yakshanbadan tashqari. O'tiring desam. Da, yaxshi. Yo, как оно, Amerikan anaqalarni berar ekan, American schoollarni. Vibe'ini berar ekan. No, iloji boricha harakat qilganmiz o'shanga. Yana harakat qilyapmiz. Da. Xullas, OneFit ham, push o'tkazam, hammasi admin. Yo, unaqa dema. OneFit'ni lekin bizdan yomon ko'rib qolishmasin. Ayo. Xullas, любой подписка bo'lsa shart emas. Mana shu o'zida kelib shug'ullansa bo'ladi. Yaxshi. Voy. Xo'p, bu bizani qishki basseynimiz va yozgisi ham, chunki yozgisi yo'q, tashqariga qilinmagan, ichkarida asosan. Xo'p, uzunasiga oladigan bo'lsak 25 metr, chuqurligi 210, qizlar bola cho'miladigan kuni alohida. Bemalol kalit tashlanglar bo'ladi, boshingiz yerga barib tegmaydi. Shu bu odamni ko'marganda ham. Ya. Harorati ham har doim sezonga qarab, ya'ni faslga qarab o'zgarib boradi. Hozir aytaylik, o'sha kun isiyotganligi sababli suv harorati 24-23 daraja bo'ladi. Qishda bo'lsa 28-27 darajada bo'ladi. Do. Klass. Xo'p, o'sha bu yoqqa kirish uchun qaranglar, hozir ko'rgan sport hamma sharoitlarimiz bepul, faqatgina basseynga spravka kerak bo'ladi. 0,86 olasiz. Ну, конечно, ko'ja uchun, da. Yana o'zini kerak bo'lgan sport anjomlari, ya'ni uning ichiga cho'milish kiyimlari, qalpog'i, tapchkasi ham kiradi. This is something that can't be rented. Xo'p, yaxshi. So'rayotgandim, nima talpa bo'lmayapti bu yoqda deb turib, chunki bizada bilasizlar-ku, sharshiralar ham cho'milish boradi-ku. No, shuni bu yoqda talpa bo'lmayapti. Talpa bo'lmayotgan sababi universitetimizda asosan 9:30 dan hayot boshlansa 2:30-3 gacha davom etadi. Endi da, sentyabr oyida agar kelganimizda o'lmaydi, sushlashadi. Sentyabr oyida kelganimizda bu yerda birinchi kurslarimiz cho'milayotgan bo'lishardi, chunki qiziqishadi. Bu narsa har kuni bo'lganligi uchun studentlar menimcha charchab qolishgan, shuning uchun unaqa shug'ullanishadi. Lekin jim har doimgidek aktivniy. O'tda odam kamaymadi hech qachon. 40% ga hozir yetgan bo'lsa, baribir joylarimiz bor. Bu yotoqxonada nafaqat xorijdan kelgan o'quvchilarimiz, viloyatdan kelgan o'quvchilarimiz ham, Toshkent shahri o'zida yashaydigan o'quvchilarimiz ham bemalol turishadi. Toshkentda endi nima uchun turishadi? Uzoqda bo'lsa deydi. Toza havoda yashagisi kelishi kerak menimcha. Shahar tutunidan ko'ra shovqinidan mashaq kelib tinchgina darslarga ham xalaqit bermaydi, xayol buzilmasdan o'qib borishadi. Xullas, Antarktidani yoqmoqchi bo'lganlar. Hech kim kelmay qo'yadi, qo'rqityapsiz. Xo'p, unaqada hozir yotoqxona ichini kirib ko'ramiz. O'tda ham sharoitlari o'zgacha. Eng zo'ri hozir ichkariga kirganda aytaman, qiziq joyini. Yotoqxonani. Menimcha o'shandan keyin yana ham odam ko'payib ketsa kerak. Joyga. Вообще. Siz ro'za ekansiz, unda o'tirib ozgina choy ichamiz. Xo'p, ishimizga qaytadigan bo'lsak, ma'lumot berish bo'yicha, bu bizning yotoqxonamiz, oshxonasi bo'ladi. Ya'ni har bitta qavatda xuddi shunaqa oshxona, ya'ni joylashgan. Joy yetmay qolmasligi uchun har bitta qavatga bir xil qilib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek sharoitlari bor. Yondirib kuydirsa bo'ladi? Bo'ladi, yondirib kuydirsa, faqat idishlarni o'zinglar olib kelishingiz kerak, ya'ni qozon, etiklik yoki ana bunday guruchlarni pishirib beradigan apparatlar bor, shunaqa narsalarni o'zinglar olib kelishingiz kerak, o'zinglar bilan birga. Shunda har bitta qavatdami yoki bu bittami? Har bitta qavatda. Har bitta qavatda hamma o'quvchilarga shunaqa oshxona qilib berilgan. Tushunarli. Xo'p. Endi sekin chiqib ko'radigan bo'lsak, qolgan joylarni. Xo'p, bu tarafda kirib oladigan joyi. Eng yaxshi taraflardan bitta studentlarimiz kelishadi.
o'zligisini, ya'ni kiyimligisini topshirishadi, ketishadi. Bu yerda xodimlar bor, o'zligisi yuvib, tayyorlab qo'yishadi, kelib olib ketadi. Tekinga. Da, desak ham bo'ladi, faqat parashogini olib berishadi. Ha, qolgani tekin. da. Xo'p, mana bu 3 kishiga ya'ni mo'ljallangan. Kiraverishingizda o'ng qo'lda shkaflar joylashgan, chap qo'lda ya'ni yuvinadigan joyligisi. Bemalol shkaflarni ochib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqqa kirganda ya'ni 3 ta talabalarimiz uchun joy qilingan. Burchada ko'rib turganingizdek xolodilnigi bor, sharoiti, dars qilishligiga va shu bilan birga konditsioner, internet hammasi bor. Yo'q, o'zi faqat uxlagani kelsa kerak-da. Asosan shunaqa. Bu payt yoz oylarida uxlagani ham kelishmaydi. O'sha tozada. Toza havoda bemalol. Da. Ko'rpa to'shalarni olib chiqib olmasdan ham yotsa bo'ladi? Yo'q, ko'rpa to'sha emas, o'zi pufik bor, shunda qolsa bo'ladi. Ha. Xuddi o'sha xona, faqat sal kichkinaroq. Sharoiti hammasiniki bir xil. Ya'ni bir xil qilingan. Bu shunda necha kishilik? Bu bir kishilik. Ha, yo'q, bir kishilik bor, yoki 3 kishilik bor. Xuddi shunaqa. Понятно. Yaxshi. Kimdir bitta o'zi yolg'iz, ya'ni yotaman yoki ertalik nimadir qilaman deydigan bo'lsa, bunaqa xonasi ham bor. Xo'p, o'ylaymanki, mana bu xonamiz ochiq, ichida odam yo'q. Bu xonamiz, ya'ni bizani talabalarimizni ota-onalariga mo'ljallangan. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin, hamma sharoiti qilingan bunda ham. Shkaflar, mana bunday bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Bu как отель. Yaxshi. Xuddi shunaqa. Boya aytmoqchi bo'lgan eng yaxshi qo'yilgan. Bolalar qaranglar. Bu universitetga kirgandan keyin soat 10:30dan 11-12 gacha tozalash ishlari olib boriladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bolalar darsga chiqib ketishadi, xodimlar kirib, hamma joy tozalab chiqib ketadi. Вообще. Sharoit. Mana shu eng qulay joy. Da, классно. Faqat o'qib bersa bo'ldi. O'qib bersa bo'ldi. И qarang, вот mana masalan grant to'lovimizni dormga alohida to'lashadi. Da, kontrakt to'lovidan alohida bu yotoqxonani to'lovi bo'ladi. Masalan, grantga o'qishga kirsa, agarda yotoqxonadan foydalanmoqchi bo'lsa, faqat yotoqxonani o'ziga to'lashadi. Xuddi shunaqa, faqatgina yotoqxonani o'zidan to'laydi. Demak, bizda grant full tuition deb berdi, как full tuition sifatida ishlaydi, full ride emas. Но всё равно yaxshigina. Классно. Yo'q, men o'ylayman, bunaqa sharoitlar bo'layotgan. Да, конечно, bu tekin bo'lmaydi, 100%. Ну да. Xo'p, hozir ko'rib turgan qavatinglar 6 ta qavatga, ya'ni xuddi shunaqa bir xil qurilgan. Hamma joyi bir xil. Chiqish shart emas. O'zgarish yo'q. Da. Chiqmayman. Chiqib ko'rish shart emas. Xohlasangiz chiqib kelamiz. Yo'q, shart emas, rahmat. Так. Siz chala olsangiz kerak deb. Yo'q, chalolmayman. Qaysi birindir bo'lsa ham. Xo'p, kelib studentlarimiz ya'ni o'zligisini ustiligida bemalol ishlashsa bo'ladi. Bitta mashina. Bo'ldi, barabar hamma shunga qiziqadi. Ota-onalar ham kelib shuni chalib ko'rishadi. Ya bunaqa edi-da. Вообще shovqinli-ku bu. Men temiman. Zo'r, klassni. Anaqalar pianinolar, skripkalar. Mana. Ah, yaxshi. Так. Bular elektronmi? Da, qatdandir yoqilardi. Вот. Hamcha to'ki bor-da. Yo'q, buni oldin ulash kerak mana bitta. Ha, mayli. Buni ham chalib ko'rmoqchimisiz? Da, bir maqtamoqchiman, pianino kursiga borasiz degan. Yaxshi. Buni ham ulash kerakmi deyman. Ha, bo'ldi, mayli. Qanaqa звук zapishga o'tamiz, shunda chalib ko'rarsiz. Nima bo'laman? Так. Bu tarafimizda bizada ya'ni erkin darsiz zombi zon. Shunda mana studentlarimiz. Yaxshi. Bular hammasi shu darsidan bo'sh bo'lgan paytda kelib, bemalol. Любой paytda любой narsa qilsa bo'ladi? Любой narsa qilmaydi-yu, no? Shu yerda rasm chizsa bo'ladi. Da. Xo'p, shu bilan mana ekskursiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yes. Tugatdik. Adashmasam bir 5-6 kilometr yurib qo'ydik siz bilan. Da. Bo'ldi. Da, yaxshi. Agar yana keyinchalik savollar bo'lib qolsa, Endi savolni o'quvchilar berishadi, men nima qilaman deb topdim. bizda ham adashmasam prямой efir yo'lga qo'ysak kerak. Chiqib, o'sha yerda ham o'zim chiqaman, menimcha chiqib o'quvchilarning savoliga javob berib o'tiraman. Xullas, mabodo agar Oh my god. Xullas, agar mabodo o'quvchilar O'zbekistonda qolayotgan bo'lsanglar, har xil sabablarga ko'ra, sizlarda agar SAT, IELTS bo'lsa, bu yerda o'qisanglar bo'ladi. Ya'ni variant o'qish. Nafaqat просто так vaqt o'tkazish uchun, balki prям нормально o'qish normal. Uchun studentlarga bu sal qimmatli qiladi. Vaqt o'tkazishga bo'lsa, bolalar boshqa o'qishlarni o'raylar. Bizda faqat o'qiydiganlar kelish kerak, iloji boricha. Grant даже bo'lsa ham
o'qish kerak, normalniy o'qish kerak. Sharoitlarni ko'rasizlar. Da. Student bo'lganimda lekin tanlardim. Student emasman. Nice bo'lsa ham.